Sizda doimiy quruqlik bo'ladigan bo'lsa, bu sekin-sekin atopik dermatitga olib keladi. Ya'ni slishkim juda ham quruqlikka olib keladi. Bu teri kasalligiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun birinchi navbatda atopik dermatit yo'qotish uchun biotizatsiya yoki kollagen terapiya muolajasini maslahat beraman. U bir marta olsangiz ham srazu namlanganligini his qilasiz va quruqlik ketadi. U terini namligini oshirib beradi. Uni gialuronik kislota bo'lganligi uchun, niskomolekulyarniy, visokomolekulyarniy gialuronik kislota bo'lganligi uchun o'sha teringizni namligini oshirib beradi. O'zi bu gialuronik kislota o'zi inson tanasida bor narsa. Uni vaqt o'tib aytganimdek, yoshingiz ulug'lashgan sari 25 yoshdan keyin kollagen ishlari sekinlashadi, to'g'rimi? O'shanda gialuronka ham kamayib ketadi. Tanangizdagi suv oddiy so'z bilan tushuntiradigan bo'lsam, sizda suv kamayib ketadi. O'sha suvni kamayib ketgani oqibatda sizda quruqlik paydo bo'ladi. Quruqlik ko'p narsaga olib keladi. Atopik dermatitga olib keladi, rozatsiyaga olib keladi. Undan keyin eritemaga ham olib kelishi mumkin. O'shaning uchun birinchi navbatda agar siz bittada qutulmoqchi bo'lsangiz, mezoterapiya muolajasini maslahat beraman va домашний uходda ham o'shani qo'llab-quvvatlash uchun ko'proq suv ichishingiz kerak. Gialuronkali sifirtka kremlardan foydalanishingiz kerak. Ana o'shanda siz quruqlikdan bartaraf bo'la olasiz.